Audio Jungle. Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan navbatdagi kamida 4 sotix yer maydoniga mo'ljallangan bir qavatli, jami 6 xonadan iborat bo'lgan uy loyihamiz bilan tanishib chiqamiz. Bu loyihamizni mana shu holatda qurish uchun kamida 4 sotix yer maydoni kerak bo'ladi. Uyimizning tashqi razmerlariga keladigan bo'lsak, eniga old tarafdan ko'rinishi 19 metrni, uzunasiga yon tarafdan ko'rinishi 12 metrni tashkil etadi. Bu uyimiz egallab turgan yer maydoni 228 kvadratni, foydalanish uchun mo'ljallangan yer maydoni esa 175 kvadratni tashkil etadi. Uyimizning poydevor o'lchamlariga keladigan bo'lsak, mana bu xonamizning tagi podval bo'ladi. Bu podvalning balandligi umumiy hisobda 2 metr 10 cm balandlikda bo'ladi. Ya'ni yerni 0 darajasidan 1 metr 40 cm pastda qolgan 70 cm 0 darajadan yuqorida bo'ladi. Shunda poydevorimizning balandligi 70 cm ni, eniga 40 cm ni tashkil etadi. Poydevor orasiga kamida 12 lik armaturadan 4 qator qilib, podvalimizni poydevori uchun kamida 8 qator qilib armatura tashlashimiz kerak bo'ladi. Uyni qurishda ketadigan sarf xarajati ko'proq quradigan odamning o'ziga bog'liq bo'ladi. Endi devor o'lchamlariga keladigan bo'lsak, devorimizning balandligi 3 metrni tashkil etadi. Devorning har bir burchaklariga mana shu holatda kolonna quyiladigan bo'lsa, uyning mustahkamligi yaxshigina bo'ladi. Keyin ustidan kamida 20-25 cm qalinlikda seysmopoyz quyiladi. Undan so'ng esa to'sinlarni mana shu holatda yotqizishimiz mumkin. Mana bu holimizning anchagina kengligini hisobiga o'rtasiga stoyka tushib qolmasligi uchun mana shu holatda metaldan ferma yasab qo'yib o'tilgan. Keyin bu fermaning ustiga bemalol yog'och to'sinlarni tashlashimiz mumkin. Endi uyimizning ichki xonalari bilan tanishib o'tadigan bo'lsak, uyimiz 2 qismga bo'lingan. O'ng tarafda 3 ta xona, bitta koridori bilan, chap tarafda ham 3 ta xona, bitta holi bilan bo'lgan. Chapdagi eshik orqali kirganimizda kattagina ko'rinishdagi holimiz joylashgan. Bu holimizda oilaviy o'tirib ovqatlanish uchun, kundalik xona o'rnida foydalanish uchun mo'ljallangan. Yana bu yerda uncha-muncha mehmon kutishimiz uchun joyimiz yetarlicha bo'ladi. Mana bu xonamizdan oshxona o'rnida foydalanishimiz mumkin. Oshxonamizning tagi podval bo'lgan. Podvalga tushib chiqish joyini tashqaridan mana shu holatda joylashtirib o'tganmiz. Keyin oshxonamizning orqasida bitta umumiy yuvinish xonasini ko'rishimiz mumkin va uyning orqa tarafiga qaragan ikkita yotoqxonalar joylashtirib o'tilgan. Endi uyning ikkinchi qismiga keladigan bo'lsak, bu tarafda ham 3 ta xonalar joylashgan bo'ladi. Bitta mehmonxona va ikkita yotoqxonalar bo'ladi. Bu taraf uchun ham bitta umumiy yuvinish xonasi joylashtirib o'tilgan. Bu loyihamiz ham bir o'g'illi oila uchun juda qo'l keladi. Mana bu tarafda ota-onalar yashaydigan bo'lsa, bu tarafiga esa kelin tushirish uchun yaxshigina sharoit qilingan. Yana har kim o'zining holatiga qarab foydalanishi mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi loyihamiz mana shulardan iborat edi. Agarda sizga bu loyihamizning to'liqligicha chizmalari kerak bo'lsa, bizning ijtimoiy tarmoqlardagi Telegram sahifamiz orqali bizga murojaat qilsangiz, kelishgan holatda sizga elektron ko'rinishda yanada aniqroq ma'lumotlari va sarf xarajatlari bilan tashlab berishimiz mumkin. Bu albatta pullik bo'ladi. Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, uy qurish haqida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lishingiz hamda loyihalarimizning chizmalarini kuzatib borishingiz mumkin. Sahifalarimizning silkasini har doimgidek video ostida opisaniyada yozib qoldiraman. Agar siz yana boshqa tayyor loyihalarimizni ko'rishni xohlasangiz, bizni YouTube kanalimizga o'tib, ko'plab loyihalarni ko'rib, o'zingizga ma'qul kelgan loyihani topishingiz mumkin. Agar uy loyihalarimiz sizlarga yoqsa, albatta like bosib qo'yishni unutmang. Bu loyihalarimizni kerakli insonlarga yetib borishiga katta hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'ysangiz, biz yuklab borayotgan mana shunday foydali videolardan birinchilardan bo'lib ko'rib borishingiz mumkin. Bu loyihamiz haqidagi fikringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holda videoni ko'rishda davom etamiz, qadrli obunachilar.